Mana shu haqida ham bir gapirib o'taylik. Bargini hozir qaysi davrdan olish tavsiya qilasiz mana dehqonlarga? Hozir biz mana shu birinchi mevagacha bargini o'ydamiz. Tepasi hammasi turibdi. Mana shu ham hozir mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, mana beshta bo'lgan. Beshta bo'lgan mana. Buni qaraqma, buni o'tkazma. Beshta yetadi. Yerga tekkan barglarni iloji boricha olib chiqsa yaxshiroq menimcha, chunki namlikka tegib viruslar ko'payib pomidor kasallanishi mumkin. Undan keyingilarini iloji boricha kechroq olgan yaxshi. Shundaymi? Bular buni ponni olib tashlaydi. Bu xato. Bu xato, to'g'ri. Mana shu narsadan ko'proq adashishadi, chunki bu har bitta barglarda nimasi klapin vazifasini bajaradi, ha? Shu to'xtab bir nimaga. Ba'zi endi hali solinishini panel. Shunday. Men ham xuddi Solinishini shunday panel nima qancha qilaman. katta bo'lsa, shuncha akkumulyator zaryad olganda bular ham xuddi shunday. Shunday.